Assalomu alaykum barchaga. Bugun biza Hech kim bilmasin kinosini premyerasiga kelganmiz va jarayonlar bilan sizlarga bo'lishamiz. Kayfiyatingiz qalay? Zo'r. Kino premyerasidan keyin kayfiyatingiz qanaqa bo'ladi deb o'ylaysiz? Zo'r deb o'ylayman, chunki Otabek Mirzaxonov olgan kinolar hammasidan keyin kayfiyatda ko'tarilish aniq. Menimcha yoshlar, o'sha yosh sevishganlar nimadir ahd-paymo qilishadi, kelishishadi va buni hech kim bilmasligini o'sha liniyalarni oxirigacha saqlashga harakat qilishadi. Menimcha. Yaxshimisiz? Premyeraga nima edingiz? O'zingiz olib keldilarmi yoki o'zingiz xohladingizmi? O'zim xohladim. Amam qatnashadi premyerada. Amingiz ismlarini bilsak bo'ladimi? Muqaddas.